Bugundan boshlab shu yerda ishlaysiz. Bu yer meni xonim. Bu kishi ham shu xonada ishlaydilar. Unda menga boshqa xona bering. Afsuski, hozir ham xonalar band. Bular o'zi nima ish qiladi? PR menejer. Birga ishlaysiz. Ismi Gula. Yaxshimisiz? Tanishganimdan xursandman. Men ham. O'ylaymanki, ahil, inoq bo'lib ishlaysizlar. Ha, menga ish o'rgatasiz? Gula. Bu kishi bir kun avval kelganlar. Sizga o'rgatadigan bilimlari ham, tajribalari ham yo'q. Buni ustiga ishga kayfiyat uchun keladilar. Unday bo'lsa, men o'zim sizga ish o'rgataman. Men ishni bilaman yaxshi. Bu kim bo'ldi endi? Atayin meni yonimga joylashtirib ketdi. Hoynahoy quloq bo'lsa kerak. Tushunmadim xullas. Menga nima?